Bugun Namangan viloyati pedagogik mahorat markazida tashkil etilayotgan metodik marafon doirasida pedagoglar uchun zamonaviy o'qitish metodlari va innovatsion yondashuvlarga bag'ishlangan amaliy mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. Mazkur jarayonlarda o'qituvchilar nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlaydilar, balki yangi metodlarni bevosita dars jarayoniga tatbiq etish bo'yicha ko'nikmalarga ham ega bo'ladilar. O'zbekiston ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy rivojini qo'llab-quvvatlash, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish va o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Prezidentning 2025-yil 30-yanvardagi PFN 6-son farmoni ijrosi doirasida bu borada tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 26-27 mart kunlari Sirdaryo va Namangan viloyatida Respublika metodik marafon tadbiri tashkil etildi. Namangan viloyatida 26 mart kuni o'tkazilgan marafonning onlayn bosqichida tabiiy fanlar, boshlang'ich ta'lim, ona tili va adabiyoti hamda matematika yo'nalishlari bo'yicha viloyatning barcha hududlaridan jami 2050 nafar pedagog ishtirok etdi. Unda o'qitishning zamonaviy metodikalari, innovatsion pedagogik texnologiyalar hamda dars samaradorligini oshirishga qaratilgan ilg'or tajribalar muhokama qilindi. Bugungi darsdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, boshlang'ich ta'lim bu eng asosiy ta'limlarning poydevori deb bejizga aytishmagan, ya'ni biz bilamizki, albatta bolani dunyoqarashini shakllanishi avvalambor boshlang'ich ta'limdan boshlanadi. Shuni inobatga olgan holda bugungi metodik marafondan biz ko'plab ma'lumotlarni metodik yo'nalishdagi o'zimizni rivojlantirishimiz uchun, bolalarni kelgusidagi bilim salohiyatlarini shakllantirish uchun ko'plab ma'lumotlarni o'rgandik. Ayniqsa To'ray va Nargiza va Samijanova, Muhabbatxon ustozlarni juda ham ko'plab metodlari menga juda ham yoqdi. Xususan, qahramonga xat hamda hikoya kubi deb nomlanuvchi metodlari juda ham menga yoqdi. 27-mart kuni esa marafonning offlayn bosqichi tashkil etilib, viloyat pedagogik mahorat markazining professor o'qituvchilari hamda fan metodistlaridan iborat 8 nafar hududiy trener jalb qilindi. Ushbu kundan taassurotlarim juda ham katta. Boisi biz mana shu 2025-2026 o'quv yilida mentorlik qilganimizda doimo biz boshlovchilik, yo'naltiruvchilik vazifasida ishlab kelgan bo'lsak, bugungi kunda biz bugungi kun ishtirokchisi bo'ldik. Nafaqat onlayn tarzda, offlayn tarzda olib borilgan dars mashg'ulotlari biz mentor o'qituvchilarni ham o'z o'rnimizdan qo'zg'atdi albatta. Shuningdek, 112 nafar mentorlar bevosita jarayonlarda ishtirok etib, 2000 nafardan ortiq pedagoglar onlayn tarzda qamrab olindi. Umuman olganda, Namangan viloyatida 4000 nafardan ortiq pedagog mazkur metodik marafonga jalb etildi. Metodik marafon pedagoglar uchun yangi bilim va tajribalar maydoniga aylanib, ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.